Mana qamish devorlarimizni mana Quvasoy shahriga yetkazib olib keldik. Mana sifati zo'r, mana ko'rishlaring mumkin. Mana qamish devor va qamish patal uylardi mana Quvasoyga olib keldik. Yaqinroqdan operator, yaqinroqdan ko'rsatyapti. Shunga kam mahsulotlar. Mana. Mo'llarni ko'rsatdim. Mana. Dishi xudo xolasa, javob O'zbekiston bo'ylab dastlabki bor. O'zbekiston bo'ylab dastlabki bor. 12 ta viloyat bo'yicha ishlaymiz. Bemalol aloqani ko'radilar. Yetkazib, mana chiroyli qilib olib beramiz. Bu yoqda qamish patal o'yladi. Mana qamish patal o'ylardan xalqdan issiq o'tkazmaslik uchun tunikada ataydan qo'yiladi. Sifati zo'r. Bu yoqqa dastlabki bor. Xohlagan joylarga dastlabki qo'yiladi. Mana qamish devorlarimiz ham o'ta ham mana chiroyli darajada. Quvasoyga hozir dastlabki qilib berdik akalarga. O'ta go'zal. O'ta zo'r. O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beramiz. O'zbekiston 12 ta viloyat bo'yicha. Qo'shni respublikalar Qirg'iziston bilan Tojikiston tamoznaga chiqishni qilyapti. Çok uğraştık. Geçenimiz çok uğraştık. Sifatli qamishlar mana. Bemalol aloqaga chiqib uğraşdilar. O'zlarining oshxonalarini chiroyli qilish uchun, odamlarni e'tiborini tortish uchun ishlatilgan narsalar. Hemen üzerine uğraşsa. Mümkün kanı yaptı mı? Aha. Mana qamış devorlar. Juda ham zo'r holatda. Shu ekranda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Dastlabki voha tomonlarga 1-2 kunda, uzoq 2 kunda yetib boradi. Chiroyli holat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, ko'rishimiz mumkin.